5 millionga oldim. Voy, nima qilding? Nima qilganing buni ish biltirishim bilasanmi buni? Bir yil ishlasang ham to'la olmaysan buni. O'tir, Zo'r aka. Atidan qilmadi-ku. Nimani atidan qilmadi? Kiyim ekan, odamni xafa qilishing arzimaydi-ku. Bilasamni ish biltiradi. O'rtoq shundan qarab, Rasvo qildi hamma yonni. menga qara o'rtoq. Nimaga indamading? Puling bo'lsa bor, bizneslaring ham bor. Ey o'rtoq, buni sababi bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kiyim olmoqchi edim. Kimga? Otamga. Baraka toping. Niyat qilgan edim. Birinchi oyligimga otamga kiyim olaman. Juda ham yaxshi-da. Bu bo'limimizda barcha mahsulotlar 300 ming so'm. 100 minglik, 150, 200 minglik bo'limlarimiz ham bor. Zo'r ekan-u. Marhamat. Rahmat. Milliarder bo'lganingdayam hech qachon oddiy kuningni unutma. O'sha otamning gaplari hali ham miyamda turadi. Bu bolalarni kiyimga, mansabga qarab muomala qilishini yaxshi bilaman. Shunchaki ularning aktyorlik mahorati yoqadi. Chunki ularni tashqaridan tomosha qilish insonga tafakkur qilishni o'rgatadi.